Uchun Assalomu alaykum Arkon Gazablog YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Gazablogimizda o'tda yonmas, suvda cho'kmas Gazabloglarimizni sizlarga qurilish jarayonida uni yotqizish, urish, kesish va uni og'irliklari, o'sha qurilish mobaynida ankir ushlashlarini sizlarga hozir eksperiment tariqasida bir foydali ma'lumot qilib sizlarga beramiz. Mana bu Gazablogimiz o'sha qurigan Gazablog, mana bu poddonda turgan Gazablogimiz bu kechagi chiqqan yangi Gazablog. Yangisi va eskisini sizlarga hozir sinab beramiz. Uni og'irligi, qattiqligi, o'sha zarbalarga bardoshliligi va ankir ushlash, burg'ulash ishlarini olib boramiz. Bizda kuzatishda davom eting, bizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Foydali ma'lumotlarni kuzatishda davom eting. Buni kimgadir jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa, kimgadir manfaatli video bo'lib qoladi. Birinchi navbatda 600 marka Gazablogimiz mana hozirgina olib chiqdik buni ichkaridan. Mana poddonda turibdi, o'zini poddonlarida. Buni og'irligini tekshirishdan boshlaymiz. Buni og'irligi ko'rib turganingizdek kameracha 25,5 kilo bo'lyapti. 26-28 kilogacha boradi. Bu quriganda 25 kilo qoladi. 600 marka Gazablogimiz bo'ladi bu. Xo'p, endi keyingi navbatdagisi, misol uchun qurilish jarayonida Gazablogni mana shunaqa rezina molotoklar bilan yotqizishadi kafelniklarga. Mana bu hozir kechagi chiqqan Gazablogimiz. Iloj bo'lsa kamerachi yaqinroq olib kelsangiz, mana bu urilganda kechagi Gazablogni o'zi mana ezilib ketgani yo'q, qolanib ketgani yo'q. Hali buni ayab urilay turgani yo'q. Mana tagiga uramiz, mana siljayapti, ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bunisini ham uramiz. 50 kilo narsani mana surib yuboryapti, lekin Gazablog uqalanib, sitilib ketgani yo'q. Bu bir sutkalik Gazablog bu. Hop. Bu endi buni chiqqandan keyin buni paddollaymiz. Bu tomonda mana stirichlab qo'yganmiz, o'zini namida yana qotadi bu. Bir oy mobaynida 28 sutkagacha o'zi 100% qotgan nimasini oladi bu. Proshnilik oladi. Qochishda davom etadi 28 sutkagacha. Keyingi eksperimentimiz, misol uchun ustalar buni aralash qanday deydi, aralash osonmi deydi. Misol uchun sizga buni yarmi kerak bo'lib qoldi deylik. Buni aralash juda ham oson bo'ladi. Hozir sizlarga mana bu oddiy arra. Misol razmerga qo'yiladi. Endi bizda qiyshayib ketishi mumkin. Endi ustalar buni to'g'ri shablonlar qo'yib kesishadi. Misol uchun bu juda qiyinchilik tug'dirmaydi. Ko'rib turganingizdek, ishlashga qulay. Bemalol buni misol uchun kesib, yarim takimi yoki 10likmi bemalol kusok-kusoklarga ajratib, bo'lak-bo'laklarga ajratib, bemalol devorimizni ko'tarsak bo'ladi. Kesishda muammo tug'dirmaydi. Xudo xolasa, endi keyingisi misol uchun ankir qotirish ishlari, misol uchun kuxunni mebel yoki konditsioner, ariston ilish ishlarida misol teshish betonga nisbatan osonroq bo'ladi, lekin ankir ushlashda muammo bo'lmaydi. Hozir buni ham burg'ulab teshib ko'rsatib beramiz. Endi bizda bor burimiz shu ekan. Endi biz o'zimizdagi bor instrumentlardan foydalanyapmiz. Xo'p. Bismillah. Buni aylantirishiga qo'yishimiz kerak. Xo'p, qo'yamiz. Sizlarga mana teshishda muammo bo'lmaydi. Bunga ankirni qo'yib, xohlagan narsangizni qotirishingiz mumkin. Ko'pchilik aytadi, yorilib ketadi deydi. Misol uchun yorilib ketmaydi. Mana perforatorimiz og'irligi bir adashmasam 7-8-10 kilogagacha bo'ladi. Bilmayman, to'shna og'irligi qanchaligini. Ko'pchilik aytadi, teshganda titilib ketadi, yorilib ketadi deydi. Unaqa narsa bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, mana perforator ham turibdi, teshildi. Misol bunga bir ankir qotirsangiz, xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Bunga turniga osib qo'ysangiz ham ankir qotirib bemalol ushaveradi. Ankir ushashdan hijolat bo'lmanglar. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Mana Gazablogimizni tortib ko'rdik, 25,5 kilo chiqdi. Bu hajmga 17 ta g'ishga to'g'ri keladi. G'ishimiz o'rtacha hisobda 3 kilodan bo'lganda 51 kilo vazn bo'lardi. Bu 25,5 kilo. Bu degani
2 barobar gaza bo'lagimiz yengil. Bu degani tashish ishlari ustalarga qiyinchilik tug'dirmaydi. Yengillik bo'ladi, ishimiz tezroq bitadi. Ikkinchi ishimizda misol uchun buni aralab kesib ko'rsatdik. Kesish jarayonida ham ko'rdingiz, muammo bo'lmadi. Buni xohlagan bo'laklaringizga bo'lib, sizga o'zingizga kerakli o'lchamda bemalol qurilishni davom etkazsangiz bo'ladi. Keyingi eksperimentimizda misol uchun burug'lab ko'rdik, teshib ko'rdik buni. Teshishlari ham muammo emas. Misol uchun betonga g'ishga nisbatan osonroq bo'ladi, lekin ankir ushlashda muammo bo'lmaydi. Zarbaga bardoshliligini ko'rdingiz. Misol uchun kafellarda, burchatkalarda shu rezina molotov bilan urib tekizlanadi, rasuliga uriladi. Misol bunda ham umuman nima bo'lmadi. Nima deydi, ziyon tegmadi gaza bo'lagimizga. Bemalol bundan foydalanib, gaza bo'lagida qurilish ishlarini davom etkazdirsa bo'ladi. Endi keyingi eksperimentimizda mashinani chiqartib ko'ramiz. Hozir ko'pchilik bundan foydalanadi. Bu shu jumladan biz ham bundan foydalanamiz. Mana hozir Isuzimizni gaza bo'lagi ustiga chiqarib ko'rsatamiz. Mashinamiz 4 tonna, 5 tonna og'irlikda. Yukimiz ham hozir 4 tonna, 5 tonna. Gidetda shu 5 tonna atrofidagi yuk tushadi hozir shunga. Yarmini hisoblaymiz. Sababi oldin o'zi chiqqanda shu yarim yukimiz chiqadi. Haydang Hasanboy. Razgon bilan chiqasizlar. Ko'rib turganingizda mana общий vesimiz 5 tonna bo'ldi. Bu yerda singanligini sababi bu yerda 12 lik gaza bo'lagimiz sindi, lekin 20 lik gaza bo'lagimizga hech narsa bo'lgani yo'q. Sababi 12 ligimiz qalinligi yupqa. Bu pergorod ishni mashina chiqqanda baribir nagruzka tushadi. Mana ko'rib turganingizda bu oddiy stashkan ustida turibdi. Hech qanaqangi bir nima deydi, qo'shimcha narsalar qo'yilgani yo'q. Tabiiy holatda sizlarga priyam olib beryapmiz. 12 likda sababi mashina tiraganda sinish ehtimoli bo'ladi. O sinishi aniq edi buni. Lekin 20 likda xudo xolisa umuman hech narsa bo'lgani yo'q. Iloji bo'lsa bu tomonni ham olib ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi. Bu tomonimizdagi sinmabdi. Butunligicha turibdi. 12 lik ham, g'ishimiz ham hammasi chotga turibdi. Yuk ko'tarmaydi degan xaridorlarimizga, misol biz yuk sotuvchilarga aytib o'tamizki, gaza bo'lagi yuk ko'tarishdan muammo yo'q. Pagonni metriga 25 tonna yuk ko'taradi, texnik xarakteristikasi bo'yicha. Bu degani siz agar 6 metrli pilta qo'ygan taqdiringizda ham piltamiz og'irligi 3 tonna bo'lganda ham bu degani 1 metrga 1,5 tonna yuk tushadi. Agar tomingizni, lombozingizda hamma yo'g'ini hisoblaganingizda ham 1 metrga 5 tonnadan ortiqcha yuk tushmaydi. Bu degani gaza bo'lagi bemalol urib, uni ustiga monolit qilasizmi yoki pilta montaj qilasizmi, bemalol qilishingiz mumkin. Yuk ko'tarishdan muammo yo'q. Mana gaza bo'laklarimizni sizlarga o'zimiz qo'limizdan kelgancha eksperimentlar qilib ko'rsatdik, kesib ko'rdik, og'irligini tortdik, burg'ulab ko'rdik va mashina chiqarib ko'rdik. Ko'rdilarning gaza bo'lagimizda muammo bo'lmadi. Sizlarga shunday sifatli va sertifikatga ega gaza bo'laklar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, o'zimiz sizlarga sifatli gaza bo'laklar yetkazib beramiz.